Mana shu ovqatni oyijonim internetda ko'rib qolib menga tashabdilar. Zilolaxon shu ovqatni bir qilib ko'rsak bo'larkan dedilar. Men ham xo'p bo'ladi oyijon deb ishga kirishib ketdik. Oyijonim menga gulkaramlarni qaynatib, kartoshka, sabzi, piyozlarni artib berdilar. Men bo'lsa qiyma tiftillarni tayyorlashga kirishdim. Qiymamizga guruch, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuxum hamda ziravorlar qo'shib yaxshilab urib pishitib olamiz. Keyin undan bir xil kattalikdagi tiftilchalarni yasab olamiz. Tayyor bo'lgan tiftilchalarimizni chetroqga olib qo'yib, bitta idishga to'rtta tuxumni un bilan yaxshilab qumolari ketguncha aralashtirib olamiz. Keyin bo'lsa kartoshkalarimizni hammasini chiroyli to'g'rab olamiz. Bu orada qozonni ham qizdirishga qo'yib qo'yamiz. Qizigan qozonimizga yog' solib, yog'ni ham qizitib, kartoshkalarimizni ham qizartirib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Kartoshkalarni hammasini chiroyli qizartirib qovurib olganimizdan keyin tiftilchalarimizni hammasini tuxumli massa bilan bulg'ab, uni ham yog'da qovurib olamiz. Tuzli suvda qaynatib olingan gulkaramlarimizni ham tuxumli massaga bulg'ab, yog'da qovurib olamiz. Keyin qozonimizda ozgina yog' qoldirib, piyozni solib, tillarang qilib qovurib olamiz. Sabzini ham solib, bir sidra qovurib olamiz. Tomat solib, yaxshilab aralashtiramiz. Men o'zimizning damashqni ovqat qizartirganda foydalandim. Keyin hammasini ketma-ketlikda terib chiqamiz. Birinchi kartoshka, keyin tiftillar va eng ustiga gulkaramni qo'yib, ziravorlar suv solib 30 minutga dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz chiroyli hamda juda ham mazali chiqdi. Kechki ovqatga nima qilishni bilmay o'tirgan bo'lsangiz, ana sizga tekan retsep. Like bosib tayyorlab ko'ring, afsuslanmaysiz.